Nima uchun biz homiladorlikka harakat qilayotganlarga kuniga 10 000 qadam yurishni tavsiya qilamiz? Birinchidan, siz o'sha jismoniy harakatda, dinamikangizda bachadon tuxumdonlarga yaxshi qon oqimi boradi, ya'ni sirkulyatsiya yaxshilanadi. Erkaklarda ham xuddi shunday. Ularda ham qon aylanishni yaxshilash hisobiga prostata bezi molekulariga yaxshi qon yetib boradi va u yerda oziqlanish, erkaklarda urug'lar, ayollarda bo'lsa ovulyatsiya osonlashadi. Ikkinchidan, vazn tushadi. Uchinchidan, gormonlar normaga keladi. To'rtinchidan, sizda kortizol degan gormonning miqdori pasayish hisobiga sizda ovulyatsiya osonlashadi. Va eng asosiysi, o'sha polikistoz deymiz yoki folikulyarni kista yoki folikular yorilmayapti, o'smayapti deydiganlar uchun insulinga bo'lgan sezuvchanlikni pasaytiradi va natijada u ham ovulyatsiyani osonlashishiga, yengillashishiga olib keladi. 10 000 qadam qanday yuriladi? Yurishni boshladingizmi? Albatta to'xtamay, qansramay, tez yurmay kuniga bajarishga to'g'ri keladi.